İnşallah qo'chqorimizni osib oldik. Xudo xohlasa ichlarini olib bizga tayinlaymiz. Maşallah zo'r chiqdi jonivor qo'chqorim. Dumbalari kichkina, yog'siz bo'lib. Alloh dargohida qabul qilsin. Chiroyli chiqdi jonivor. Qotirib tindirib cho'tka qilib biz beriladi inshaalloh. İnşallah qo'chqori ichlarini olib, xudo xohlasa qotirishga qo'ydik. Qo'chqorimiz sifati baho berib qo'yasizlar. Chunki mana shunaqa sifatli boqilgan qo'chqorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa olib borib so'yib bizni maydalab beramiz. Joyli bo'lmasa, o'zimiz joyimizda chiroyli qilib so'yib bizni maydalab beriladi. Yetkazib beriladi inshaalloh. Dastavka qilib shunaqa sifatli boqilgan qo'chqorlarimiz bor. Xudo xohlasa juda go'zal jonivor. Go'shti ham asal chiqib maşallah. Boqilishi ham xudo xohlasa ishonchli narsalar bilan boqiladi. Har xil narsalar, po'choq-mochoqlar bilan boqilmaydi. Yem beriladi. Mana qo'chqor.